Davom etamiz. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida yoshlarni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha bir qator kelishuvlarga erishilgan. Ayni yo'nalishda yana bir hamkorlik bo'yicha bitim imzolandi. Xususan, Flensburg shahrida Germaniyada mehnat migratsiyasi, mehmonxona va gastronomik biznes xizmatlari mavzusida bo'lib o'tgan muloqotda ayni shu masalalar muhokama etildi. Mazkur tadbirlar Flensburg Savdo-sanoat palatasi va O'zbekistondagi Gyote instituti tomonidan mamlakatimizning Germaniyadagi elchixonasi bilan hamkorlikda tashkillashtirildi. Uchrashuvda Germaniyada mehnat migratsiyasining bugungi va istiqboldagi holati hamda yurtimizda yoshlarga kasbiy ta'lim olish va xorijda ishlash uchun yaratilayotgan sharoitlar yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, O'zbekiston va Germaniya mehmonxona va gastronomiya sohasida kasbiy ta'lim tizimlariga oid taqdimotlar o'tkazildi. Mamlakatimiz elchisi o'z nutqida O'zbekiston va Germaniya o'rtasida mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlikni jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidladi. Erishilgan kelishuvlar ushbu davlatga malakali ishchilarni jalb qilish orqali ikki tomon manfaatlariga xizmat qilishiga urg'u berdi. Flensburg Savdo-sanoat palatasi prezidenti Fransiska Loypelt ushbu shaharda xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish va sanoat sohalarida 6000 dan ortiq ish o'rinlari yetishmovchiligi mavjudligi va o'zbekistonlik yoshlarni ishga jalb qilishda hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, tadbir doirasida dual kasbiy ta'lim muassasalari faoliyati bilan yaqindan tanishish maqsadida Hanna Arendt Flensburg kasbiy ta'lim maktabiga tashrif tashkil etildi. O'tkazilgan uchrashuvlar yakunida O'zbekistonda nemis kasbiy ta'lim standartlarini joriy etish, yoshlarni talab yuqori kasblarga o'qitish va Flensburgdagi bo'sh ish o'rinlariga jalb etish bo'yicha kelishuvlarga erishildi.